25-yil ham tugadi. 2050-yil endi 2000-yildan ham yaqinroq. 2019-yilda tug'ilgan bolalar allaqachon maktabga borishyapti. 91-yillar esa 15 yildan keyin 50 yoshga to'ladi. Ammo xayolimizda hamon 2020-yillar. Go'yo hammasi kecha bo'lgandek. Holbuki pandemiyadan beri 6 yil o'tdi. Siz ham buni his qilyapsizmi? Go'yo hamma narsa tezlashib ketgandek. Dunyo oldinga qarab yuguryapti. Biz esa hatto orqaga qarashga ham ulgurmayapmiz. Trendlar, ma'nolar, hatto o'zimizga yeta olmayotgandekmiz. Texnologiyalarchi, avvalgisiga ko'nikib ulgurmasizdan keyingisi chiqyapti. Bilasizmi nimani angladim? Ota-onamni tushunishim osonlashdi. Ba'zan ularga hatto havas qilaman. Ularni bolaligi ijtimoiy tarmoqlarsiz, yoshliklari asosiy narsani qo'ldan boy berib qo'yamiz degan qo'rquvlarsiz, kattalik davri doimiy poygasiz o'tgan. Bizda esa yangilanishlar, marafonlar, muddatlar, inqirozlar va tobora kuchayib borayotgan xavotir, depressiya, yolg'izlik va biz hatto tanimaydigan, ehtimol hech qachon ko'rmaydigan odamlarga ergashib yugurish. Va faqat bitta narsa o'zgarmay qoladi. Vaqt. Hech qachon ortga qaytmaydigan vaqt.